Ana Rotterdam depari zdaniyasi. Будьте здоров. 145 yildan beri qurilgan ekan bu zdaniya. 5 yil oldin o'sha 19-yil yonib ketgan bo'lsa, qonli restavratsiya qilib, 4 kishi qurgan ekan bu zdaniyani. Men tezda bilganlarim aytaman, eshitganlarim. Buni chudovishi, buni haykalga o'xshaganlar, bular kak suv tepadan tarnovga o'xshab og'zidan tushar ekan. Shu biz zdaniyani tagiga tushmasligi uchun 3 metr kelaydi, 1,5-2 metr baroqda uzoqroqqa tushgan ekan xullas. Og'zidan tushgan ekan suv mana. Krishaga tepasidan tushgan suvlar yig'ilib, og'zidan tushib yoqilib qurilgan ekan. Qoyil qolish kerak. 1000 yil oldin qurilgan zdaniyalar ekan bular. Mana ichki ko'rinishlari hozir yonib ketgandan keyin restavratsiya qilingan. Hop, hali ham ketyapti. Minglab plinsalar ishlatilgan, bilmayman nechta ming. Bu zdaniyani ko'rinishi, oldi ko'rinishi qoyil qolish kerak. 1000 yil oldin arxitektura shu darajada rivojlangan bo'lsa. Qoyil.